Mana shuni bilasizlarmi? Yaxshilab qaranglar. Bargini ham yaxshilab qaranglar. Varikatsel qaranglar. Mana shu daraxt. Xohlang nastoykasini oling. Xohlang uksusga evitib qo'yib, ya'ni bir qism mana bundan ezilgandan bo'lsa, daraxtni ko'ryapsizlar-a? U Safora yaponskaya deyiladi. Mana shuni yoki uksusga yoki spirtovoy nastoy qilib qo'ysalaringiz, varikatsel bor-ku. Ha? Boyagi nimalar ishib qoladi. Erkaklarniki. Varikatsel, uniki varikoz. Yana bir dunyo kasalliklarga. Sizlar kutib yuringlar. Sizlarga retseptini aytaman. Tushundingizmi? Hozir odamlar o'tib olsin. Mana shuni. А теперь на русском языке. Сафора японская. Пробейте в Google или где-то доходит, где. Сафора японская, лечебные свойства. Варикоцел, варикоз. И, знаете еще, рассеянный склероз. Это тоже. Я верю, что поможет. Сафора японская. Возьмете 50 грамм или 100 грамм. Добавьте 300 грамм или 250 грамм спирт или уксус. Настоять несколько недель. Настоять. Потом пить по 30 капель 3 раза в день. Buni 100 yoki 50 grammini 250 yoki 300 gram spirtga solib qo'yib, bir 2-3 hafta olib qo'yasizlarda, undan keyin 30 tomchida 3 mahal ichasiz suvga qo'shib. Voy, e'tibor bering a. Varikatsel. Undan keyin yana uy sharoitida yana bir ikkita narsani aytaman. Kuzatib turing.